alaykum qadrli yurtdoshlar, bizni kuzatib turgan hamyurtlarimiz. Haftada 4 marotaba reyslarimiz chiqib boradi. Ko'rib turibsizlar, hozirgi reysimiz bilet orqali chiqiladi deyga, Kazan yo'nalishiga va Moskva yo'nalishiga avtobuslarimiz. Kazan yo'nalishiga alohida avtobusimiz bor, Moskva yo'nalishiga alohida. Bemalol haftada 4 marotaba Toshkent avtovokzaldan, Sobraqim avtovokzaldan ketsangiz bo'ladi. Dushanba, seshanba, payshanba hamda juma kunlariga ko'pchilik vatandoshlarimiz noto'g'ri tushunyapti. Qozog'iston nomerli avtobusimiz bo'lsa ham bilet orqali avtovokzaldan xavotirsiz bemalol safaringizda amalga oshirsangiz bo'ladi. Ishonchli nomerlarimiz 93lik 258 80 80 nomerlari va musofirda yurgan akkalarimiz. Metro Katenikidan Toshkent avtovokzaliga to'g'ridan-to'g'ri reyslarimiz ham amalga oshib bormoqda. 8966 270 55 55 nomerlarini qoldirib qo'yganmiz. Bemalol telefon qilinglar, bog'laninglar, ma'lumot olishingiz mumkin. Har xil yolg'onlarga, bo'xtonlarga aldanib qolmanglar vatandoshlar. Iloji boricha bilet orqali Moskvadan ham, Toshkentdan ham bemalol bilet orqali ketsangiz bo'ladi. Har xil mashinalarga aldanmanglar vatandoshlar. Ishonchli kassa nomerlarimizni qoldirib qo'yganmiz. Bemalol telefon qilib, ma'lumot olib kelishingiz mumkin. Sog' bo'linglar, omon bo'ling.